Hoy, qo'rqma, men yaxshi odamman. Ular bilan birga ham emasman. Xohlasang seni davolayman. Qo'rqma, senga yordam berish uchun shu yerdaman. Tabriklaymiz. Siz ikki o't orasidan uni qutqarishni tanladingiz va qor tulkisining ishonchini oqladingiz. Sizga davolash funksiyasi berildi. Tulki sizni o'z xo'jayini deb bildi va orqangizdan ergashmoqchi. Agar xohlasang, mayli, menga kichik hayvonlar juda yoqadi. Tabriklaymiz. Qor tulkisi bilan ma'naviy hamkorlikni o'rnatdingiz. Sizga esa yangi qobiliyat taqdim etildi. Juda qiziq mahorat. Suv bilan aloqa qilganda eriydigan qor. Xotinimni menga bo'lgan his-tuyg'ulari doim noaniq bo'lgan. Men hali uni jozibali tomonini ko'rmadim. Qorli transport haqida nima deyish mumkin? Biroz jozibadorlik hissi bo'lishi yaxshi. Azizlarim, birga tun o'tkazish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu nimasi? Haligi yana bitta xotinmi? Xo'jayin, sizga o'zimni baxsh etay etsam nima deysiz?